Ey, mana bu o'zingiz savdo qilmang. O'zingiz savdo qilmang. 12 ga boringda mana qora bobdan savdo qiling, bo'ptimi ertadan? Chunki men unga pul beryapman. Bekardan turmasin kuni bo'yi. Bekardan turmasin. Keling, $10 mi, $20 mi savdo qiling, ashundan qiling. O'zingiz yechib olmang, bo'ptimi? O'likmanmi men? Oldimdan o'tib ketdi-ku. Ey, ishla. Senga men kuniga $50 dan beryapman. $50 men yerdan shupurib olmayapman, bo'ptimi, kal? Singlim. Mana. Bundan emas. Bu yaxshi ishlamayapti bu. Bu pullaringizni otib qo'yyapti. Mana Bob qora tappak kal. Meni shagitim bor. Ashundan savdo qilinglar. Endi yomon qilaman, qaranglar. Chipsni mana yashirini men qo'yaman-da. Mana qizilini men qo'yaman. Nimaga desam hozir aytaman. Ko'kini mana bu tarafga qo'yaman, mana pastga qo'yaman. Mana. Hozir bu psixologik bu odamga zarba beradigan taktikani ishlatyapman. Hozir sizlarga tushuntiraman. Do'konimizga kiradi-yu odam. Hamma do'konda masalan narsalar kategoriya bilan qo'yilgan bo'ladi. Tushuntirmoqchiman. Ya'ni achchiq narsalar, tuz, sabzavot, ziravorlar bitta qatorda, shirinliklar bitta qatorda, mana shunaqa-yu. Bizda nima? Bizda keladi-da, ma'da chips bor ekan, oladi bitta. Ma'da qizilidan ham bor ekan-ku deydi. Yangi narsalar ko'rib qoladi. Voy, tuz deydi. Tuzdim deb oladi. Shakar qani endi deydi. Shakaringlar yo'qmi deydi. Shakaringlar yo'qmi deb turib ma'qa o'tyapsa, ma'da shakarni ko'rib qoladi-yu. Uzr, ming bora uzr deydi. Ma'da shakar bor ekan. Nima ishlamayapsan sen, kal? Odam 12 ga borib o'zi savdo qilyapsa, sen ayt, ma'dan savdo qilinglar de. Shakar ma'da ekan, uzr, men adashibman deb turib, menga bir dunyo narsani top et tashlaydi. Keyin bu odamni qon yurishiga ham yordam beradi. Ya'ni bular ma'da yuradi, tapir tupur qilib, yerdan bu yoqqa yuradi-da, narsalarni oladi. Mana ularni tugabdi. Olib kelib qo'y. Ey, singlim, mana xonamga boring, men bekarga pul bermayapman-da unga. Men har kuni unga pul berishim kerak. Jonga tegdinglar, ma'dan savdo qilaveribchi.